qaysi mamlakatlar hozir mana shu islom dinini o'z jamiyatlariga va o'zini qonunchiligi bilan, ya'ni o'sha tizimi, qonunchilik tizimi instrument sifatida to'g'ri tatbiq qilib, o'sha garmoniyada deydimi, to'liq bir simbiozda deydimi, hamohanglikda olib bormoqda. Musulmon mamlakatlarning ichida Malayziyani misol keltirishadi. Bu joyda o'sha qonunchilik, boshqa narsa asoslari dunyoga integrallashish va ta'lim tizimi, iqtisod yo'nalishi misol keltirsa bo'ladigan davlatlardan. Va islom xohlagan jamiyat, ya'ni adolatli bo'lgan jamiyatlar sirasida o'sha bizning allomalarimiz aytgan Angliya, Amerika, misol uchun Fransiya ham, ya'ni huquq borasida adolatparvarlik yutuqlarga erishgan. Lekin 100% misol tariqasida ola olmaymiz. Ularda ham ikki xil standartlik bor. Masalan, Charlie Hebdo'ni haqoratlarini tanqid deb yoyishdan ko'zlangan maqsadlari bor edi ularning. Haqorat bilan tanqidning farqi bor. Bir kishi sizni eshak deb haqorat qilsa, unga javob beradi. Lekin bir kishi sizga qilayotgan ishing noto'g'ri deb ilmiy asosda dalil keltirsa, u tanqid bo'ladi. Bu Charlie Hebdo xuddi anu eshak deb she'r yozayotgan odam bilan bir xil uslubi. Charlie Hebdo'dagi o'sha odam karikaturalar, u karikatura san'at deyapti. Yo'q, san'at emas u. Haqorat u. San'at bahonasida uni soyasiga berkinib qilinayotgan jinoyat u. Unga qarshi kimdir bor otib tashadi, kimdir o'qituvchini so'yib tashadi. Uni misol keltirib, mana islomning ahvoli deyish uchun sabab bo'lmaydiki, G'azoliyni nimaga gapirdik? U shaxsiy bo'ladi. Masalan, o'shani so'yib tashlash kerak demayman men. Lekin davlat musulmonni himoya qilsin, demokratiya edi-ku. Nimaga so'z erkinligi deganda bizni huquqlarimizni poymol qilyapsizlar? degan savolga javob yo'q. Germaniyada so'z erkinligi bormi? Bor deydi. Dunyo bo'yicha deydi. Holokost to'g'risida gapirib ko'ringchi. Qani so'z erkinligi deydi. Olib kirib qamab qo'yadi. Holokost to'g'risida nima deyishga qarab, to'g'rimi? Holokost bo'lmagan, 6 million odam o'lmagan, noto'g'ri qilyapsizlar desa qamaladi. Yoki aksincha, masalan, holokost to'g'ri qilingan, yaxshi ham qilgan ekan desa ham javobgarligi bor. Amerikada so'z erkinligi bormi? Bor. Lekin yaqinda bir turk qizini akademik, ya'ni olim qizni olib qamab qo'yishdi. Ya'ni ko'chada ushlab qo'liga narishni olib qamashdi. Nimaga desangiz, Falastin tarafini olgan ekan. So'z erkinligi qani? Demak, bu yerda mutlaqlik yuqorida aytganimizdek yo'q. Endi O'zbekiston Amerika bilan solishtirsak, qaysi biri yaxshi desa, meni nazdimda O'zbekiston yaxshi. Nimaga desa, men ya'ni butun boshli tushunchalarim, fikrlarim bemalol ayta olyapman. So'z erkinligi desangiz, e'tiqodim bilan bemalol yashay olyapman. Din erkinligi desangiz, iqtisodiy harakatimni bemalol amalga oshiryapman. Iqtisodiy erkinlik desangiz va muammolar bormi? Bor albatta. Men bunda ham mutlaqlikdan yiroqman. Muammolar bor. Faqat bu muammolarni populizmga mahsulot sifatida bermasligimiz kerak. Muammoni yechimini o'zimiz izlashimiz kerak, harakat qilishimiz.